Assalomu alaykum, kanalimning aziz kuzatuvchilari va yangi kuzatishni boshlagan qadrdonlarim, omonmisizlar? Sizlarga mana shu qisqacha video orqali o'zimni foydali maslahatimni gapirib o'tmoqchiman. Nimadirlar tikishga, bichishga qiziqasizlarmi, qizlar? Bu ishni boshlashlaringiz uchun sizlarga hech narsa bahona bo'lolmaydi va to'sqinlik qilolmaydi. Masalan, oddiy bichish, tikishni o'rganishlaringiz uchun hozir imkon yo'q, sharoit yo'q, material olish kerak, yana tikuv mashinkasi olish kerak, nimadirlar bo'lish kerak degan narsalar bu ishni boshlashlaringiz uchun umuman bahona bo'lolmaydi. Uyingizda bor narsa bilan mana shunaqa yillar davomida kiyilmay, modadan qolib yoki eskirib qolgan mana shunaqa kiyimlarni yoqib yuborishga shoshilmasdan mana shunaqa har xil g'oya yaratib, detskiy kiyimchalar tiksalaringiz bo'ladi. Hattoki oddiy mana shu kiyimni qo'lidan, rubashkani qo'lidan, ikkala qo'lidan detskiy shimcha tiksalaringiz bo'ladi. Bozordan yangi mato olib kelib bichsalaringiz, qandaydir yangi materialni kesishda odamga hayajon bo'ladi. Yangi o'rganayotganlarga buzib qo'ysamchi degan narsa bo'ladi. Bunaqa eskirib qolgan, bekorchi, keraksiz bo'lib turgan kiyimlardan qo'rqmasdan bemalol bichib, tikib, o'zlaringizni, malakalaringizni oshirsalaringiz bo'ladi. Qancha ko'p mana shunaqa eski kiyimlarni bichib, o'zgartirib, nimadirlar tikib, shunaqa bilan ishlasalaringiz ham tikishga, bichishga bo'lgan malakalaringiz ortadi, qizlar. Yana bu tayyor eski kiyimlardan u yer bu yerini o'zgartirib nimalardir yaratishlaringiz unchalik qiyin bo'lmaydi, qiyinchilik tug'dirmaydi demoqchiman. Chunki yangi, masalan, kesilmagan hali yangi materialni, matoni kesishda o'ylanasizlar. Yengini shakli qanaqa bo'ladi, qomat shakli qanaqa bo'ladi deb o'ylamaysizlar bu tayyor narsadan. Bu o'zi tayyor kiyim, buni salgina bir joyini o'zgartirishlaringiz kerak. Masalan, oddiy tagni kalta qiladigan bo'lsalaringiz ham yoki yengini kalta qilmoqchi bo'lsalaringiz ham uni kesib, 2 marta qayirib, mashinkalaringiz bo'lmagan taqdirda ham qo'lda tiksalaringiz ham mana shu ham sizlar uchun foyda beradi. Qizlar, bu narsalarni o'zimdan kelib gapirib chiqayapman. Ozgina o'zimdan ham gapirib bermoqchiman. Yoshligimda har kuni har xil kiyim kiyishga juda ham qiziqar edim. Masalan, obedgacha bitta kiyim kiysam, obeddan keyin boshqasini kiygim kelib qolar edi. Har kuni har xil kiyish uchun juda ko'p kiyim bo'lish kerak-ku. Endi u hozirgi davrda ko'p kiyim olish muammo emas. Hozir mana alhamdulillah to'kin sochinlik davrida yashayapmiz. U bizni yoshlik paytimizda mana shu 2000-yildan 2010-yilgacha bu darajadagi to'kin sochinchilik davri bo'lmagan. Shu uchun ham o'zim xohlagandek obedgacha bitta kiyim, obeddan keyin boshqasini kiyish uchun, har kun har xil kiyinib yurish uchun mana shunaqa ko'pincha uydagi eski kiyimlardan foydalanar edim, o'zgartirib, o'zimga moslashtirib, ayniqsa opalarimni o'zimga katta bo'lgan kiyimlarini ham buzib, shu yerda egasi erga tegdi, eskisi menga tegdi degan maqol esimga tushdi. Shunaqa qilib har xil modalar o'zimga ixtiro qilib, mana shu orqali ham bu ishga bo'lgan istagim, xohishim yanada kuchayib, ancha malakaga ega bo'lib o'rganib ketganman, qizlar. Keyin yana bitta sababi, ko'pincha bozordan yangi kiyim olsam, masalan, ko'ylak olsam, shim olsam, ko'pincha etibetdi o'zimga yoqmasa, ko'pincha o'zgartirib tashlar edim. Nimalardir qilib, qanaqadir fasonlar yopishtirib, ko'pincha o'zgartirib, etibetini kesib ham, xullas mana shular orqali ham o'zimga ancha tajriba orttirganman. Qizlar, shu yerda kommentariyaga yozib ketingizlar, yoshligida yangi kiyimini o'zgartiraman deb buzib qo'yganlar bormi? Nechtamiz? Yo bitta menmi? Ko'pchilik qizlardan ko'pincha eshitadigan gapim, qiziqaman, qiziqishim boru, lekin hali sharoitim yo'q-da, sharoit yaratib olayin, mashinka olayin degan gaplarni eshitaman, qizlar. Rostdan ham bu ishni boshlashlaringiz uchun bu narsalar umuman to'siq bo'lmaydi. Oddiy igna bilan qo'lda tiksalaringiz ham chiroyli tikish yo'llari bor. Keyin mana shu 3 oylik kursda o'qib yurgan vaqtimda birga o'qigan qizlarimiz ko'pincha qo'lda tikishda erinar edi, tikkisi kelmas edi. Shu mana bu ko'ylaklarni kofta tiksak, masalan, yoqasini qo'lda oldin tikib yopishtirib, keyin mashinka orqali tikinglar deb aytsa, ustoz, yo'q, birdaniga mashinkada tikib ketaman deb o'ylab, ko'pincha buzib, shunaqa qilib qo'yar edi. Aslida o'sha qo'lda tikib ham o'rganish kerak. Qo'lda tikishni ham o'zini bir yo'llari bo'ladi. Buni foydasi ham bo'ladi, qizlar. Mana shu tikish jarayonida ko'pincha qo'lda tikishni o'rgansangiz ham juda ham ko'p foyda olasiz bu narsadan. Foydasi katta buni ham. Umumiy aytmoqchi bo'lganim, qizlar, bizga bu ishni boshlash uchun hech narsa bahona bo'la olmaydi. Tikuv mashinkam yo'q yoki mato yo'q degan narsalar umuman bahona va sabab bo'la olmaydi. Rostdan istak, xohishlaringiz bo'lsa, qiziqishlaringiz bo'lsa, uydagi bor narsadan foydalanib, tajribalaringizni asta-sekin oshirsalaringiz bo'ladi. Qizlar, videolarimdan oz bo'lsa-da foyda topsalaringiz, bundan juda ham xursand bo'laman. Kanalimni kuzatishda davom etingizlar. Sizlar uchun tikish, bichish sirlari
go'zallik sirlari, salomatlik va foydali maslahatlarni qo'yib boraman. Instagram profilimga ham obuna bo'lib qo'yishlaringizni so'rayman. Videolarimni yangi kuzatayotgan opa-singillarimizdan esa obuna bo'lib qo'yishlaringizni so'rayman. Like va kommentariya kutib qolaman. Xayr azizlarim, keyingi videoda ko'rishguncha sog' salomat bo'lingizlar.